Men Amir Temur adolat va jasorat yo'lida yuraman. O'zbek xalqi uchun buyuklikni tiklayman. Men Amir Temur O'zbek xalqining buyuk qahramoni. Amir Temur 1336 yil 9 aprelda tugilgan. 2 tugilgan joyi Kesh, hozirgi Shahrisabz. 3 toliq ismi Temur ibn Taragay Bahodir. 4 Temur so'zi temir degan ma'noni anglatadi. 5 u Barlos urugidan bo'lgan. 6 otasi Taragay Bahodir. 7 onasi Takina xonim. 8 Amir Temur yoshligidan harbiy ishga qiziqqan. 9 u juda chaqqon va jasur bo'lgan. 10 ov qilishni yaxshi ko'rgan. 11 yoshligida oyog'idan jarohat olgan. 12 shu sababli Temur Lang Choloq Temur deb atalgan. 13 Temur Lang nomi Yevropada Tamerlan bo'lib ketgan. 14 u ajoyib strateg bo'lgan. 15 har bir jangni oldindan rejalagan. 16 u kuchli intizomni talab qilgan. 17 Amir Temur adolatga katta ahamiyat bergan. 18 kuch adolatda degan shiori bo'lgan. 19 u markazlashgan davlat tuzgan. 20 poytaxti Samarqand bo'lgan. 21 Samarqandni dunyoning eng go'zal shahriga aylantirgan. 22 ko'plab me'morlarni to'plagan. 23 Bibixonim masjidi uning davrida qurilgan. 24 G'ori Amir maqbarasi Amir Temur qabri joylashgan joy. 25 Registon maydoniga asos solingan. 26 u olimlarni juda hurmat qilgan. 27 din peshvolariga homiylik qilgan. 28 ilm-fanni qo'llab-quvvatlagan. 29 ko'plab kutubxonalar tashkil etilgan. 30 u ogillariga ilm o'rgatgan. 31 Amir Temurning 4 o'g'li bo'lgan. 32 eng mashhur avlodi Mirzo Ulug'bek. 33 Ulug'bek buyuk olim va astronom bo'lgan. 34 Amir Temur ko'p tillarni tushungan. 35 davlatni qat'iy qonunlar bilan boshqargan. 36 Temur tuzuklari asari unga bagishlangan. 37 bu asarda davlat boshqaruvi yozilgan. 38 askarlar tartib bilan joylashtirilgan. 39 harbiy mukofotlar joriy qilingan. 40 xiyonat qattiq jazolangan. 41 Amir Temur 27 ta yirik yurish qilgan. 42 Eron hududini egallagan. 43 Iroqni bosib olgan. 44 Kavkaz hududlariga borgan. 45 Hindistongacha yetib borgan. 46 Dehli shahrini egallagan. 47 Oltin Orda bilan jang qilgan. 48 To'xtamish xonni mag'lub etgan. 49 Usmonli sultoni Boyazid bilan jang qilgan. 50 Anqara jangida g'alaba qozongan. 51 Boyazid asir olingan. 52 bu jang Yevropa tarixiga katta ta'sir ko'rsatgan. 53 Amir Temur Yevropa qirollari bilan yozishmalar qilgan. 54 Fransiya qiroli bilan aloqada bo'lgan. 55 savdo yo'llarini himoya qilgan. 56 Buyuk Ipak yo'lini rivojlantirgan. 57 karvonsaroylar qurdirgan. 58 ko'priklar va yo'llar barpo ettirgan. 59 hunarmandlarni qo'llab-quvvatlagan. 60 har bir shaharni obod qilishni buyurgan. 61 Amir Temur qattiqqo'l hukmdor bo'lgan. 62 lekin adolatli bo'lishga intilgan. 63 oddiy xalqni himoya qilgan. 64 soliq tizimini tartibga solgan. 65 askarlar maosh olgan. 66 u tarixni yaxshi bilgan. 67 islom diniga sodiq bo'lgan. 68 masjid va madrasalar qurgan. 69 ulamolar bilan maslahatlashgan. 70 o'zini xalifa deb e'lon qilmagan. 71 Amir Temur Xitoyga yurish rejalagan. 72 lekin yurish vaqtida kasallangan. 73 1405 yil vafot etgan. 74 olim joyi Otror shahri. 75 Samarqandda dafn etilgan. 76 qabrida mashhur yozuv bor. 77 kimki bu qabrni ochsa degan rivoyat mavjud. 78 1941 yilda qabri ochilgan. 79 oradan ko'p o'tmay urush boshlangan rivoyat. 80 Amir Temur O'zbek tarixining ramzidir.
81 u mustaqil davlat asoschisi. 82 sohibqiron unvoniga ega bo'lgan. 83 bu unvon baxt yulduzi ostida tugilgan degani. 84 u jahon tarixidagi eng buyuk sarkardalardan. 85 Napoleon uni o'rganib chiqqan. 86 ko'plab harbiy akademiyalarda o'rganiladi. 87 uning hayoti haqida kitoblar yozilgan. 88 filmlar suratga olingan. 89 haykallari ko'plab shaharlarda bor. 90 Toshkentda Amir Temur maydoni mavjud. 91 Amir Temur muzeyi Toshkentda joylashgan. 92 u O'zbekiston milliy qahramoni. 93 mustaqillikdan keyin qadri yuksaldi. 94 pul va tangalarda surati bor. 95 ko'plab ko'chalarga nomi berilgan. 96 maktablarda hayoti o'rgatiladi. 97 u vatanparvarlik timsoli. 98 kuchli iroda egasi bo'lgan. 99 tarixda o'chmas iz qoldirgan. 100 Amir Temur, buyuk sarkarda va davlat arbobi.